Assalomu alaykum GRTM kuzatuvchilari, sizlarga bitta yangiligimiz, ya'ni O'zbekistonda yagona bo'lgan trading platformasi ishga tushdi. Ya'ni nima uchun yagona deganimning sababi 3 ta sababda keltirib beraman. Birinchisi, YouTube'da yo'q darsliklar, ya'ni Malayziya Senal va Price Action'ning to'liq versiyasi tushuntiriladi. Ikkinchisi, bizda har kuni live trade'lar bo'ladi, biz bilan birgalikda daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi, eng muhimi, har bitta o'tilgan darslar zapis bo'ladi, ya'ni tushunmagan holatingizda yana qayta kirib ko'rishingiz mumkin. Kimdir ishda bo'lib qolishi mumkin, yana qayta kirib o'sha mavzularni ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu platformada sizlardan nima kutadi? Ya'ni bosh sahifamizning ko'rinishi ushbu holatda bo'ladi. Ya'ni bunda strategik bilim bilan professional treyderga aylaning degan mazmundagi sarlavha kelib chiqadi. Bunda kurs yozilishi va platforma haqida. Platforma haqida kirsangiz, sizda birinchi navbatda to'liq holatda platformaning nimasi qaysi qismda joylashtirilganini tushuntirib o'tilgan. Va ikkinchisi, bizda biz haqimizda degan bo'limi bor. Bizda masalan 5 yildan beri kuzatib yurgan obunachilarimiz bor, ya'ni ko'rib bilib yurishgan obunachilarimiz bor. Ya'ni yangi kirganlar bir qator o'qib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Va bizda eng muhimi, biz taklif qiladigan xizmatlar sizlarga nima? Ya'ni bizga birinchi navbatda professional trading ta'lim deganda nimani tushunish kerak? Ya'ni YouTube'da yo'q ma'lumotlar, ya'ni o'zimizda tajribamizdan kelib chiqqan ma'lumotlarni sizlarga ulashamiz. Va ikkinchisi, bizda tizimli savdo metodikasi, ya'ni bu bozor mexanizmini tushungan holatda birgalikda savdo qilasizlar. Eng muhimi, uchinchisi risk management va kapital himoyasi degan bo'limimiz bor. Bizning mentorlarimiz, ya'ni o'zim Jasur Sattorov va Humoyun Ashurov. Bizda premium tarifimiz mavjud. Ya'ni premium tarif deganda bizda har xil bo'limlar yo'q, silver yoki gold tariflari yoki boshlang'ich ta'limlar yo'q. Ya'ni shu bitta premium tarifning ichida hammasi birlashtirilgan holatda o'rgatiladi. Va bizning mentorlarimiz va premium o'quv dasturini qisqacha o'qib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlarga eng kerakli qismlardan bittasi bu kurs qismi hisoblanadi. Kurs qismida sizda nimalar kutadi sizni birinchi navbatda tushunishingiz kerak. Bu real bozorda savdo qilishda o'rgatadigan professional kurs hisoblanadi. Bu kimlar uchun? Birinchi navbatda tushunishingiz kerak. Bu yangi boshlovchilar uchun, tajribasi bor treyderlar, lekin minusda yurgan treyderlar uchun qilingan platforma hisoblanadi. Ya'ni ko'p holatlarda sizlar $1000, $2000, $3000 kurslarga o'qigan holatda katta minusda yurgan bo'lishingiz mumkin. Bu kursning afzallik tomonlari, biz bilan birgalikda live trade'da daromad qilib va qo'shimcha bilim ham olishingiz mumkin bo'ladi. Kurs dasturi nimadan iborat? Ya'ni 4 ta modulga bo'lingan bo'ladi. Birinchisi analizlar bo'limi hisoblanadi. Sizlar izlanishlaringiz kerak bo'lmagan holatlarda yangiliklar bo'limimiz mavjud, ya'ni investing.com ni ham kuzatishingiz mumkin. Bu yerda Forex Factor'ni ham kuzatishingiz mumkin va Bloomberg'ni ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Yana endi biz o'quv dasturiga o'tsak, ya'ni bizda boshlang'ich bo'lim bizda endi boshlaydigan nuldagi treyderlar hisoblanadi. Ular uchun ikkita darslik qilib qo'yilgan, qisqacha ma'lumotlar sifatida o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim qismlardan bittasi, ya'ni siz kursda o'qigansiz, lekin minusda yurgan treyderlar uchun Price Action va Malayziya Senar'da full holatida o'rgatiladi. Nima uchun full holatida deyilyapti? Ya'ni bizda eng muhim narsalardan bittasi tashqi struktura va ichki struktura kontrol degan qismlarimiz mavjud. Ya'ni u Price Action'ning asosiy qismlaridan bittasi hisoblanadi. Malayziya SNR bo'limlariga esa SPR, RBS, SND zonalarida to'liqroq o'rganamiz. Ya'ni bu ma'lumotlar, yana qayta aytib o'taman, YouTube'da yo'q ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni YouTube'da bor, lekin ключевой zonalari o'rgatilmagan qism hisoblanadi. Sizlarga eng qiziq qismlardan yana bittasi bu trendline bo'limi. Ya'ni trendline bo'limida hamma boku o'suvchi trend, tushuvchi trend deb aytib o'tilgan, lekin SNR trendline'ning asosiy qismlarini 3 ga bo'linadi. Ya'ni 3 xil trendline yana sizga chuqurroq qilib o'rgatiladi. Ya'ni dalivka zonalari, entry zonalari, sniper entry zonalari tushuntirib o'tiladi. Sizlarga bozorda o'zida, ya'ni sxemasida, mexanizmi deganda nimani tushunish kerak? Bozorda o'zi zonalarga kelganda sizda qanday switchlar orqali entry qilishingiz sizda aktual switchlar bo'limida o'rgatiladi. Ya'ni bunda engulfing failed va engulfing aktual sxemasi o'rgatiladi. Nima uchun siz stop olishingizda asosiy maqsadi tushuntirib o'tiladi. Sizda ushbu qismni o'qib chiqqaningizdan so'ng sizlar biz bilan aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, sizda eng quyi qismi, eng ostki qismida ijtimoiy tarmoqlarimiz mavjud. Instagram, YouTube, Telegram va aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz telefon nomerimiz ham yozib qoldirilgan, adminning akkaunti ham yozib qoldirilgan bo'ladi. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bu kursdan maqsad, bu kursning davomiyligi eng muhim joyi mavjud. Ya'ni bu 3 oy amaliy va 3 oy nazariy bo'ladi. Eng muhim qismi shu hisoblanadi. Ya'ni siz 3 oy nazariy bilimni olib bo'lganingizdan so'ng
Biz bilan birgalikda 3 oy amaliyot qilishingiz mumkin bo'ladi. Va eng muhim joyidan yana bir bitta qismi, har kuni live trade'da biz bilan birgalikda daromad qilishingiz mumkin bo'ladi, kapitalingizni xavf ostiga qo'ymagan holatda. Trader, bu platformaga qo'shilish hayotingdagi eng to'g'ri qarorlaringdan biri bo'ladi. Agarda sen bu sohani chuqurroq o'rganib, stabil daromad qilmoqchi bo'lsang, seni platformada kutib qolamiz.